Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Hozir ustozdan bir ajoyib hikmat eshitgandim. Qofiyali so'z ekan. Aytdilarki, Allohu la sharika lahu va sayyiduna Muhammad sallallohu alayhi vasallam la shabiha lahu. Alloh subhanahu va taoloning sherigi yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bo'lsa, o'xshashlari yo'q deganida. Nega desa, boshqa payg'ambarlar ham bor, ulug'laymiz. Lekin bilganimiz qiyomat kuni ummatlar, gunohkor ummatlar shafaat istab payg'ambar alayhisalom huzurlariga borganlarida payg'ambarlar mendan boshqasiga boringlar deb o'zlaridan narx qiladilar insonlarni. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga gunohkor ummatlar kelib shafaat qiling deyilganda payg'ambar alayhisalom sajda qilib Alloh taologa hamd aytib, uni maqtab, unga sano aytib keyin shafaat so'raydilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga boshingizni ko'taring, shafaat qiling, shafaat qilinadi deyiladi. Mana shuni Imom Nabahoniy bir baytda chiroyli ibora bilan keltirgan ekanlar. Yuqalu lahum ghadaballohi qad intaha va ana laha va ana laha va ana laha. Haligi insonlarga aytiladi, Alloh taoloning g'azabi bitta tugadi. Mana men shafaat qiluvchiman deydilar payg'ambar alayhisalom. Mana shu shafaat maqomi boshqa hech bir payg'ambarga berilmaganda yana bir ajoyib gap aytdilar. Qiyomat kuni Alloh taoloning g'azabini payg'ambar alayhisalomdan boshqa hech kim o'chira olmaydi deyaptilar-da, qaranglar. Shuning uchun Zot sallallohu alayhi vasallamga ko'proq salovat aytaylik, chunki bilamiz hadis sharifda aytilgandek, payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar, qiyomat kuni menga eng yaqinlaringiz hayoti dunyoda menga ko'p salovat aytganlaringizdir deganlar. Alloh taolo o Zotga ko'p salovat aytuvchilardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.